Sen buni men bilan qilishing mumkin edi, Adil. Bu so'zlar bilan bir notanish ayol keldi. Ahna hali ham Adilning bagrida edi. Uning qo'llari Adilning bo'ynida mahkam ushlangan edi. Va bu kelgan ayol ularning hayotini butunlay o'zgartiradigan odam edi. Kim u? Nega Adilning ko'zlarida qo'rquv bor? Keling, bu hayajonli va sirli hikoyani boshlaymiz. Kobita yana bir narsa demoqchi bo'lganida aynan o'shanda payqadi. Eshik yonida Adil turgan edi. Hammasini eshitdimi? Adilning ko'zlarida olov yonayotgandek, labining burchagida qo'pol ajin. Jiddiy ovozda dedi. Nima deyapsan? Kobita bir necha daqiqa jim turib, keyin dedi. Men faqat haqiqatni aytayotgan edim. Adil sekin qadamlar bilan xonaga kirdi. Haqiqat. Haqiqatni aytishdan oldin, avval menga ayt. Aks holda Adilning ovozida qattiqqonlik. Qanday haqiqatni aytayapsan? Ada o'sha haqiqatni men bilaman-ku. Kobita biror narsa demoqchi bo'lganida Adil eshikni ko'rsatib dedi. Tashqariga. Kobita burilib chiqib ketdi. Shu paytgacha uning bo'g'zida pichoq bog'langandek edi. Adildan qo'rqadimi? Yoki yolg'on gapirayotganidan qo'rqadimi? Ahna yonida jim turgan edi. Kobita ketishi bilan Adil eshikni taqillatib yopdi. Sizning oldin munosabatingiz bormidi? Ayta olasiz, men hech narsani xafa qilmayman. Adil orqasiga qaradi. Ahnaga qarab yura boshladi. Adil yaqinlashganida Ahna orqaga chekindi. Ahna orqaga chekinib karavotga yiqildi. Adil oldinga egilib, karavotning ikki tomoniga qo'llarini qo'yib, Ahnaga egilib dedi. Mening shaxsiy ishlarimga aralashishni yoqtirmayman. Bu sizning birinchi va oxirgi ogohlantirishingiz. Ahnaning nafasi to'xtagandek bo'ldi. Adil bir diqqat bilan tikilib turdi. Bugun to'y ziyofati. Bu sizga qolishingizni aytdi. Adil orqaga chekindi. Hech qanday ovozsiz kiyim olib ozoda bo'lishga ketdi. Bu orada Ahna hali ham karavotda o'tirgan edi. Bu odam nega to'satdan yaqinlashadi? Birozdan so'ng eshik taqillatildi. Ahna borib eshikni ochdi. Nilima Jahan kelgan edi. Nilima Jahan kelib Ahnadan so'radi. Adil qayerda? Dush qabul qilayotgan shekilli. Ahna qisqa javob berdi. Chiqqanda tezda tayyor bo'lib kelishini ayt. Sening oilangdan hamma keldi. Mayli. Nilima Jahan ketganidan so'ng Ahna bir marta hojatxona eshigi oldiga bordi. Suv ovozi eshitilmoqda. Endi bezovta bo'ldi. Shuncha vaqt davomida nima qilyapti? Yo'qsa ichkarida boshqa birovga qarshi jahlni ko'rsatyaptimi? Oz oylarda o'ziga kuldi Ahna. Birozdan so'ng Adil chiqdi. Yalang ko'kragi, sochlaridan tomchi-tomchi suv oqmoqda. Ahna bir marta qarab mingirlab dedi. Qanday qo'pol odam, xonada boshqa birov borligini bilgan holda yalang ko'krak bilan chiqib keldi. Ahnaning mingirlab aytganini Adil eshitdi. Nimadir o'ylab Ahnaga burilib dedi. Bu mening xonam. Men shu tarzda o'z xonamda bo'laman. Endi sen ham shu xonada yashaysan, shuning uchun sen ham shunday bo'lishing mumkin. Menga farqi yo'q, shirinim. Ahnaning quloqlari isib ketdi. Astagfirulloh. Astagfirulloh. Voy! Qanday uyatsiz odam. Ahnaning holatini ko'rib Adil qo'lini labiga qo'ydi. Adil kulganmi? Adil ko'k rangli ko'ylak kiydi. Sochlarini qo'li bilan u bu tomonga tarab qo'ydi. Adil ko'ylak kiyganidan so'ng Ahna jur'at qilib Adilning yoniga borib turdi. Siz shuncha vaqt davomida nima qildingiz? Raqs tushdim. Adilning javobi tayyor edi. Ahna biror narsa demoqchi bo'lganida aynan o'shanda buvisi chaqirib keldi. Ikkalasini yonma-yon turganini ko'rib dedi. Gaplashish uchun ko'p vaqtingiz bo'ladi. Hozir men bilan kel. Hech qanday gap demasdan Adil ketdi. Buvisi Ahnaning qo'lidan ushlab olib ketayotgan edi. Ahna tashqariga chiqqanida hamma yangi kelinni ko'ra boshladi. Uydagi hamma ovqatlanmoqda. Men ularning yoniga boramanmi? Yo'q. Bu yerda o'tir. Ularning ovqati tugagach, ular o'zlari kelishadi.
Birozdan so'ng Ahnaning bobosi, buvisi, xolasi keldi. Ularni ko'rib Ahna yiglab yubordi. Otam kelmaganmi? Qanday keladi? Onang otangning qolisiz hech narsa yemayapti. Sen ketganingdan so'ng u yanada og'irlashganga o'xshaydi. Ahnaning onasi avtohalokatda oyog'ini sindirgan. Bugungi kunda deyarli 6 oy karavotda yotibdi. Yurishni umuman qila olmaydi. Shifokor yotoqda dam olishni aytgan. Davo davom etsa, asta-sekin tuzaladi. Bularni o'ylab yana yiglay boshladi Ahna. Uzoqdan kimdir Ahnaning yiglayotgan yuziga qarab o'tmoqda. Ko'z qismay ham qilmayapti. Seni olishga otang keladi. Tashvishlanma. Eshiting, bu yerda yaxshisanmi? Yonidagi Nilima Jahan dedi. Yaxshi bo'lmaslikka hech qanday sabab yo'q. Bu yerda hech narsaning muammosi yo'q. Sizning qizingizning baxti yaxshi. Shahzodadek kuyov olgan. Yana nima kerak? Ahnaning xolasi boshqa hech narsa demadi. Yangi qarindoshlar. Aks holda o'zi ham 1-2 so'z aytgan bo'lardi. Bizning qizimiz ham hech narsadan kam emas. Mavzuni o'zgartirish uchun Ahnaning buvisi dedi. Xo'sh, bizning shahzodadek kuyov qayerda? Biz bilan ko'rishmadimi? Abir. Adil qayerga ketdi? Uni chaqir. Abir odamlarga ovqat uzatayotgan edi. Ovozni eshitib dedi. Mayli, aytaman, ammasi. Abir bir oz oldinga borib Adilning o'tirib telefon ko'rayotganini ko'rdi. Aka, sizni chaqirishyapti. Kim? Ammasi. Kelinning yonida. Abir aytib ketdi. Adil o'rnidan turib sekin yura boshladi. Bunchalik oddiy kiyim, sizlarning nimangiz yetishmayapti. Yana bir oz kattaroq qilsangiz bo'lardi. Pulni tejayapsizmi? Bir qarindosh tanbeh bera boshladi. Uning so'zlariga hech kim javob bermoqchi bo'lganida aynan o'shanda Adil keldi. Tinch ovozda dedi. Assalomu alaykum. Va alaykumsalom. Nima, kuyov, bizga nimadir yoqmaganmi? Gapirishga kelmadingiz. Ahnaning buvisi hazillashib dedi. Aslida biroz band edim. Sizlar ovqatlandingizmi? Ha, ovqatlandik. Ahu bilan qachon qaynotaning uyiga borasiz? Qachon borishni qaynota aytadi? Hozir bora olmaymiz. Ishim bor. Voy. Bu gapni qanday aytasan? Mayli. Keyin telefon qilib xabar beraman. Nilima Jahanning so'zlariga boshqa hech kim hech narsa demadi. Ahnaning xolasi dedi. Unda hozir ketamiz. Yo'l uzoq. Hozirgina keldingiz-ku. Bizning uyda hali hech kim ovqatlanmagan. Yana bir oz turing. Yo'q. Keyin yana kelamiz. Kelin onasi kasal. Ahnani ko'rib qoling. Tashvishlanmang. Yaxshi bo'ladi. Mayli, ahu, ketdik. Chiroyli yasha, kuyoving bilan kelishib olasan. Ahna yana yiglay boshlaganida Adil bezovta bo'ldi. Ahnaning buvisi Adilning yoniga borib dedi. Biroz kelishib ol, ha. Va uni qarab qo'y. Dedi va o'zi ham yiglab yubordi. Adil faqat bosh qimirlatdi. Hammalardan xayrlashib ular ketishdi. Endi hamma borib ovqatlansin. Keling, Ahna. Ahna o'rnidan turib oldinga yurmoqchi bo'lganida birdan kimningdir oyog'iga qoqilib, Adilning oyog'i yoniga yiqildi. Hamma bir necha daqiqa jim turib qaradi. Voqeani tushunish uchun biroz vaqt ketdi. Adil ham biroz hayron bo'ldi. Kobita tezda kelib Ahnani ko'tarishga urindi. Nilima Jahan ham yordam berdi. Juda qattiq tegdimmi, ko'rsat. Ahna qattiq yiglay boshladi. Sari biroz yuqoriga ko'tarilganida oyog'i shishganini ko'rdi. Nilima Jahan dedi. Oyog'i shishib ketdi, shifokor chaqirish kerak. Uni xonaga olib boring. Men ularni ovqat xonasiga olib kelaman. Abir, amakinga ayting, shifokorga xabar bersin. Abir maylir deb telefonini chiqarib boshqa tomonga ketdi. Niha dedi. Olasanmi? Sekin keling.
Ahna oyogini ko'tarmoqchi bo'lganida, aynan o'shanda Adil bir turtki bilan Ahnani bagriga oldi. Erkakka xos keng qo'llari bilan uning beli va orqasini mahkam quchoqladi. To'satdan sodir bo'lgan bu voqeaga Ahna va uydagi hamma hayratda qarab qoldi. Shu paytgacha hamma qotib qolgandek edi. Adil bir marta Ahnaga qarab dedi: "Shifokorga tez kelishini ayt." Hech kim boshqa hech narsa deyishga imkon topmadi. Adil Ahnani olib xona tomon yura boshlaganida, aynan o'shanda darvozadan qora mashina kirib kelayotgani ko'rindi. Hamma qiziqib kim kelganini ko'rish uchun qarab qoldi. Mashinadan kimdir tushdi. Tinch qadamlar bilan kelib Adilning oldiga turdi. Adil bagridagi Ahnaga qarab bir marta ko'rdi. Ahna ham notanish odamga qarab turdi. "Sen buni men bilan qilishing mumkin edi, Adil." Davomi bor. Savollar tomoshabinlar uchun. Sizningcha bu kelgan ayol kim? U Adilning oldingi munosabatidagi qizmi? Nega Adil bu ayolni ko'rib o'zgardi? U qo'rqadimi yoki aybdormi? Ahna bu yangi vaziyatda qanday his qiladi? U Adilga ishonadimi? Bu ayolning kelishi Ahna va Adilning munosabatiga qanday ta'sir qiladi? Keyingi qismda nima bo'lishini o'ylaysiz? Ahna o'zini qanday himoya qiladi? Agar keyingi qismni eshitishni xohlasangiz, izohla.